O'rgimchaklar, ilonlar, hasharotlar va biz tasavvur ham qila olmaydigan turdagi taomlar. Dunyoning eng sirli oshxonalaridan biri Xitoy. Ular bu taomlarni nega yeydi? Aslida bu holatning ortida dahshatli bir voqea yotadi. 1949-yilda kommunistik inqilobdan so'ng hokimiyat tepasiga bitta rahbar kelgan edi. Uning ismi Mao. U yangi Xitoyni quramiz deb e'lon qilib, eski urf-odatlar va e'tiqodlarni butunlay yo'q qilish kerakligini aytgan edi. U xalqni ari jamiyati kabi ishlashga majbur qilib, qarshilik ko'rsatganlarni esa lagerlarga jo'natib, o'limga tark etgan. Keyin esa shunday bir voqea sodir bo'ldiki, undan so'ng millionlab odamlar ochlikdan halok bo'ldi. Mao chumchuqlar yerga to'kilgan donlarni yeyapti, shu sababli hosil kam bo'lyapti deb da'vo qilgan va mamlakatni rivojlantirish bahonasida butun xalqqa chumchuqlarni yo'q qilish buyrug'ini bergan. Nog'oralar chalindi, tayoqlar ko'tarildi, osmonda parvoz qilgan chumchuqlar yerga qulay boshladi. Chumchuqlarni o'ldiruvchi boshqa qush turlari mamlakatga olib kelindi. Oxir-oqibat Xitoyda bitta ham chumchuq qolmadi. Tabiatning muvozanati buzildi va Xitoy uchun qiyomat boshlandi. Chunki chumchuqlar faqat donni emas, balki dehqonchilikka tahdid soluvchi chigirtkalarni ham yeb, tabiiy muvozanatni ta'minlab turgan muhim jonivor edi. Chumchuqlar yo'qolgach, millionlab chigirtkalar, hasharotlar va kalamushlar Xitoy dalalariga bostirib kirdi. Endi ularni to'xtatadigan hech narsa qolmadi. Chigirtkalar osmonga to'planib, omborlardagi donlarni va oziq-ovqatlarni yeb bitirdi. Yer unumdorligini yo'qotdi. Ocharchilik boshlandi. Odamlar endi qanday hayvon bo'lishidan qat'iy nazar topgan narsasini yirtqich hayvonlardek yulib yeb tashlashardi. Keyin yeyishga hayvon ham qolmadi. O't, daraxt po'stlog'i va loyni yeb bir muddat yashab turishdi. Ular ham tugagach, qabrdagi jasadlarni qazib olib, ulardan qolgan qismlarni yeya boshlashdi. Eng dahshatlisi, odamlar bir-birini yeya boshladi. Arxivlarda keltirilgan raqamlar qo'rqinchli. Taxminan 45 milliondan 60 milliongacha inson atigi 3 yil ichida ochlikdan nobud bo'lgan. Mana, bugun Xitoy oshxonasida hali ham uchraydigan g'ayrioddiy taomlarning ildizi aslida shu fojiali tarixga borib taqaladi. 3 yil davom etgan ocharchilikdan so'ng bu xalq tirik qolish uchun hamma narsani yeyishga o'rganib qolgan va bu odat hozirgacha qisman davom etmoqda.